Vaqiya suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 96 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qiyomat qoyim bo'lgan chaqda hech odam uni inkor qila olmaydi. Zimin qattiq tavritilgan, tog'lar parchalanib to'zandek to'zib ketgan chaqda qiyomat ba'zilarni do'zaxga kirgizish bilan darajasini tushiradi, ba'zilarni jannatga kirgizish bilan darajasini ko'taradi. Sizlar qiyomatda 3 firqaga bo'linsizlar. Birinchi firqa saodatmanlardir. Saodatmanlar qandoq odamlar? Ular nomi amali o'ng tarafidan beriladigan odamlardir. İkinci firqa baxtsiz odamlardir. Baxtsiz odamlar qandoq odamlar? Ular nomi amali sol tarafidan beriladigan odamlardir. Üçüncü firqa yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilar bo'lib, ular jannatga eng oldida kirguvchilardir. Ular noz-ne'matlik jannatlarda Allohga yaqin bo'lguvchilardir. Bular o'tgankilarning ichida ko'pdir, keyinkilarning ichida ozdir. Ular oltindan to'qilgan taxtlar ustida yulangan holda bir-biriga qarishib o'ltirishdi. Qermay hamisha bir xil turadigan g'ilmonlar eqib turgan sharobdan to'ldirilgan piyola, chaynak, jamlarni ularga aylanib sunib turdi. U sharobni ichish bilan ularning beshi og'rimaydi, mast bo'lmaydi. Ularga ixtiyor qilgan mevalar va ko'ngillari tortgan qush go'shtlari berildi. Ularga sadafning ichidagi go'harga o'xshaydigan shahlo ko'zlik o'rlar berildi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. Ular jannatda behuda va yolg'on so'zlarni anglamaydi. Faqat salom so'zini anglaydi. Saodatmanlarning, ya'ni nomi amali o'ng tarafdan berilganlarning ahvoli nihoyatda yaxshi bo'ladi. Saodatmanlar qandoq odamlar? Ular sidri daraxtlaridan sanjaq bo'lib ketgan mavza daraxtlaridan, hamisha turadigan soyidan, eqib turgan suvdan, tugumaydigan va cheklanmaydigan mevalardan, egiz yumshoq to'shaklardan bahramand bo'ladi. Shubhisizki biz o'rlarni yangidan yaratdik. Ularni pokiz erlarga amroq tangtush qildik. Bu o'rlar saodatmanlar uchundir. Bular bo'lsa ilgirkilarning ichidan bir jamoadir, keyinkilarning ichidan bir jamoadir. Baxtsizlar, ya'ni nomi amali sol tarafidan berilganlar do'zaxiylardir. Baxtsizlar qandoq odamlar? Ular badanning to'shiklariga kirib ketadigan otashlik shamolning, ziyoda haroratlik qaynoq suvning va qora tutundan bo'lgan salqinmi emas, ko'rkammi emas soyining ichida bo'ladi. Chunki ular buningdan ilgari, ya'ni dunyoda shahvatga cho'mgan edi. Ular cho'ng gunohda, ya'ni kufrida ching turgan edi. Ular biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chaqda cho'qim tirildirilamdi, ota-bovlarimizmi tirildirilamdi deydi. Aytqinki, ilgirkilar va keyinkilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'planadi. Ondan sizlar, qayta tirilishni inkor qilguvchi gumrohlar, cho'qim zaqqum daraxidan yeysizlar. Uningdan qo'saqlaringlarni to'ldirsizlar. Uning ustiga harorati yuqori bo'lgan qaynoq suvni tashna bo'lgan to'ygilardek ichsizlar. Mana bu ularning qiyomat kunidagi ziyofatidir. İnsanlar, sizlarni biz yaratdik. Sizlar qayta tirilishga ishonmamsizlar. Sizlar ayollarning bachidoniga to'kilgan ma'nini deb beqinglarchi. Uni sizlar inson qilib yarata olamsizlar yoki biz inson qilib yaratamdik. Biz sizlarning oranglarda o'limni belgiladik, ya'ni har biringlarning o'lish vaqtini bekitdik. Sizlarni boshqa bir qavmga almashtirishdan va sizlar bilmaydigan bir shaklda yaratishdan ojiz emasmiz. Shubhisizki sizlar dastlabki yaratishni bildinglar. Ya'ni dastlabda Allohning sizlarni yo'qdan bor qilganligini tunidinglar. Sizlar Allohning sizlarni dastlab yaratgandek qayta yaratishni o'ylamamsizlar. Sizlar tergan ziroatni deb beqinglarchi.
Uni sizlar undirdinglarmi yoki biz undirib don chiqadigan ziroat qilib o'stirdikmi? Agar biz xohlasak, albatta uni donsiz quruq cho'pga aylantiratdik-da, sizlar ajablanib qayg'uratdinglar. Sizlar biz haqiqatan emgak bilan urug'ni ziyon tortdik. Balki biz rizqdan mahrum qoldik deytinglar. Sizlar ichayotgan suvni deb beqinglarchi. Uni bulutdan sizlar tushirdinglarmi yoki biz tushirdikmi? Agar biz xohlasak uni tuzluq qilib qo'yatdik. Parvardigoringlarning zo'r ne'matlariga nemishqa shukr qilmaysizlar? Sizlar yondirayotgan o'tni deb beqinglarchi. Uning darixini sizlar o'stirdinglarmi yoki biz o'stirdikmi? Uni biz ibrat va yo'lchilar foydalanadigan narsa qildik. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin. Yulduzlarning joylari bilan qasam qilaman. Shubhisizki, agar bilsanglar, u yulduzlar Allohning ulug' qudratini ko'rsatadiganligi uchun albatta katta qasamdir. Shak shubhisizki, u ulug' Qur'ondir. Kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda saqlangandir. Uni faqat pok bo'lganlarla tutadi. U olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ey kuffarlar jamoasi, bu Qur'onni inkor qilamsizlar. Sizlar Allohning rizq berganligiga shukr qilishning o'rniga rizq berguchini inkor qilamsizlar. Jon halqumga yetgan chaqda sakratdagi kishiga qarab tursizlar. Biz ilmimiz va qudratimiz bilan uningga sizlardan yaqinmiz. Lekin sizlar uni ko'rmaysizlar, ya'ni bilmaysizlar. Agar sizlar gumon qilgandek amalinglarga qarab jazoga tortilmaydigan bo'lsanglar, nimishqa uni, ya'ni u meyitning jinini badaniga qaytarmaysizlar? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar u meyit muqarrablardan, ya'ni taat, ibodat va yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilardan bo'ladigan bo'lsa, uning mukofoti rohat, farog'at, yaxshi rizq va noz-ne'matlik jannat bo'ladi. Agar u saodatmanlardan bo'ladigan bo'lsa, sana salom, sen saodatmanlardan ishkansan deyiladi. Agar u tirilishni inkor qilguvchi gumrohlardan bo'ladigan bo'lsa, yuqorqi haroratli qaynoq suv bilan kutib olindi. Jahannamda ko'ydirildi. Shak shubhisizki, bu aniq haqiqatdir. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning e'tirozlaridan pok e'tiqod qilgin.